do'stlar, mana bu opamiz, onaxonimiz qanchadan beri kuzatyapsiz mana? Shu chiqqan yo'lga chiqqaningizdan, uydan chiqqaningizdan beri kuzataman ota-onangizni. Rahmat, qaranglar, shunaqa insonlar, Ota-onasini oldida chiqqandan beri kuzataman bu bolajonimni. shunaqa insonlar duo qilib turgan shu joylargacha yetib keldim. Do'stlar, hozir biz Makka shahridagi eng mashhur joy Sohot binosidan ko'ringlar mana. Hamma Allohga omonat. Allohga omonatda, Allohga tavakkal. Allohga ostonaga. Nodirga bitta chiroyli duo qilib qo'ying. Duo etang, joningiz sog' bo'lsin. Umringiz uzoq, rizqingiz ulug' bo'lsin. Qilgan ibodatlaringizni Alloh dargohida qabul qilsin. Qaraysiz, bir yaxshi inson bilan mana chiroyli joylarda uchrashtirdi. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Yaxshi kelinlar uchrasin o'g'lim. Yana ko'rishib olaylik. Kuzatinglar do'stlar, mana kal Men bo'ldi. so'raydim har doim yaxshi insonlarga to'g'ri qilgin deb. Malades, yaxshi bo'lasan jonim. Men ham chiqarib, ayni yaxshi ko'raman jonim. Ona otam oldida chiqqandan beri duo qilib kuzataman. Ko'pda duodaman. Layklab bosib bolalarim bilan. Oltin olma duo olishlar do'stlar, duo olinglar, hammasi yaxshi bo'ladi.